Salom, 13-avgust. O'rtoqlar, xabarlaringiz bor. Men sog'lomlashtirish kurslarini anchadan beri tashkillashtirganman. Natijalarimiz juda ham yaxshi. İnsanlar kurslardan qanoat hosil qilib, keyingi oylarga ham cho'zdirishyapti. Hozir aksiyani boshladim. Bir oy davomida 50-70% gacha arzonlashtirilgan kurslarni tashkillashtiryapman. Qaysi mavzularda olib boraman? Qo'rquv vahmadan xalos bo'lish, organizmdagi surunkali kasalliklarni davolash, kasalliklarni oldini olish, sog'lom turmush tarzini yaratish, zararli odatlardan voz kechish, yurak kasalliklari, stentirovание, aorta koronar shuntlash operatsiyasi, umuman yurak operatsiyalarini boshdan o'tkazgan insonlarni hayot turmush tarzini to'g'ri tashkil qilish. Umuman salomatlikka oid hamma savollaringizga ushbu kurslarda javob olasiz. Va yaxshi tarafi mana nafaqat O'zbekiston, balki butun O'rta Osiyo va dunyoning qaysi nuqtasidan bo'lishidan qat'iy nazar hozir imkoniyatlari bor. Ushbu kurslarda ishtirok etsangiz bo'ladi. Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa, Koreya, Rossiya, Avstraliya davlatlaridan mendan kurslarimda qatnashyapti, onlayn maslahatlar olishyapti. Muammo yo'q. Ya'ni masofani hozir umuman muammosi yo'q. Bunaqangi imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Agar savollar bo'lsa, menga kurs, maslahat, yordam, marafon deb yozsangiz yoki o'zimga to'g'ridan to'g'ri aloqaga chiqsangiz, sizga albatta yordam beraman. O'zingiz asrang.